Sayfullayeva Vayzira 2004-yil 5-sentyabrda tug'ilganman. Hozirgi kunda Termiz shahar 24-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 kasbiy ko'rik tanlovida Yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyasi ishtirokchisiman. Mening maqsadim yangi avlod bolalarini ezgu qadriyatlar ruhida tarbiyalash, milliy va umumbashariy madaniyatga hurmat bilan qarashni o'rgatish, intellektual va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirishdir. Bu jarayon o'qituvchi, ota-ona va jamiyatning hamkorligidagi harakatlarini talab qiladi. Tarbiyachi nigohida yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklash bu shunchaki o'rgatish yoki nazorat qilish emas, balki har bir bolaning qalbiga yo'l topish, uning ichki dunyosini anglash va ezgulikka yo'naltirishdir. Tarbiyachi uchun bolalar shunchaki tarbiyalanuvchi emas, balki kelajak jamiyatining asoschilari, yurt taraqqiyotining davomchilaridir. Men faoliyatim davomida bolalarga qiziqarli va ko'proq milliy madaniyatimizni aks ettiruvchi mashg'ulotlardan foydalanaman.